OSCP va OSCP Plusiz bor demak. Imtihon juda qiziqarli bo'ldi. 70 ball olindi. Ajoyib ball. Birinchi marta uchun. Chunki ko'p ma'lumot yo'q internetda. Shunaqa. OSCP jarayoni haqida hech kim tushunmasdan kiradi birinchi sirazi. Rivojlanmagan davlatga borganingizda ham kerak bo'ladigan kasb, rivojlangan davlatga borganingizda ham kerak bo'ladigan kasb. Keyin boshlandi eng qizig'i. Keldim bu yoqqa O'zbekistonga qaytib. Qaroringizdan mamnunmisiz? Yo'l topishga harakat qildim, chunki ungacha endi Masalan, biza Word orqali buzib kirish mumkinligini bilamiz-ku. U crack Wordlarning ichida mana bunga o'xshagan malwarelarni ishga tushish soniyalik narsa. Usmon, yana mana bitta stolda biza o'tgan safar faqat mendan savol so'ragandingiz, mana endi men so'raydigan vaqtim keldi. Tak, Usmon, siz ICP sertifikatini oldingiz, imtihonga kirib chiqdingiz. Ajoyib taassurotlaringiz borligiga ishonchim komil. Bu bo'ladigan suhbatimiz endi xuddi sizga o'xshab yo'lini kiberxavfsizlikka bog'lamoqchi bo'lganlar yoki ya'ni umuman nima uchun IT-ni o'rganishim kerak, menga IT kerakmi yoki ya'ni bir dunyo savollari bor va bular suhbat davomida bitta-bitta aniqlashadi. Xudo xolasa, masalan, aksariyat odamning ichida o'ylantiradigan savollari podkast orqali yechim topiladi. Chunki podkastda ikki tomon fikrini bildiradi-yu. U fikrlarni taroziga qo'ya oladi-da. Shuning uchun ham juda muhim. Podkastlarning soni ham ko'p, 30 taga yaqin bitiruvchimiz podkastda o'zi chiqqandir, yo 20 tami, 15 tami nechta bo'lsa va turli insonlarning turli кейslari kimgadir tushadi aniq. Masalan, bugun ko'rdik-ku bitta qizimizni кейsi, uni onasi yoki otasi podkastlarimizni ko'rish orqali qaror shakllantirdi, to'g'rimi? Va foydali bo'ldi menimcha. Va hozirgi suhbatimiz ham shunaqa foydali bo'lishi kerak. O'tgan safargi suhbatimiz super foydali bo'ldi. Nasib bo'lsa, bu suhbatimizni ham shunaqa qilishimiz kerak. Tak, Usmon, yoshingiz nechida? 24. Ajoyib. Hozir qaysi universitetda o'qiysizmi? Oxus xususiy. Malayziyada Malayziyada hamkorlikda ochilgan, o'zi ochilganiga endi 3 yil bo'ldi. Ikkinchi kurs talabasi. Super. Ham o'qish, ham bu yoqdagi hatdagi o'qish, demak ham ish. Super. Uchtasi bittada ketgandi. Ajoyib. Ya'ni epladingiz. Chalasini eplashga harakat qildingiz hech bo'lmasa. Ajoyib. Xo'p, kiberxavfsizlikni boshlashingizga nima sababchi bo'ldi o'zi? Nimaga had bilan yo'lingiz to'qnashdi? Unaqa yonib turadigan hikoya yo'q. Qanaqa kirib kelganimga, to'g'risi men o'zi birinchi chetga o'qishga ketganimda ham yo'nalishsiz ketganman. Chunki hech qanaqasiga, hech nimaga qiziqish topa olmaganman o'zim. Iqtisod yo'nalishida ketganman. Ketganimdan keyin o'qishda ham o'qimaganligim uchun ustozlar darsdan chiqarib yuborardi. Aynan iqtisod fanidan meni darsdan chiqarib yuborib, jahlim chiqib oldirib tashlaganman u fanni. Keyin kirmaganman umuman. Keyin Covid boshlanib, u universitetdan ketdim. Ozgina bilasiz, juda katta muammolar bo'ldi, moliyaviy jihatdan ham, hayot jihatdan ham. Keyin keldim bu yoqqa O'zbekistonga qaytib. Yo'l topishga harakat qildim, chunki ungacha endi bitta qilgan xatoyim, inson shakllanib borishi bilan 15 yosh bo'ladimi, 16 yosh bo'ladimi, boshlash kerak ekan nimadirni. Albatta. Nimadirni yo'l. Qancha ertacha boshlasangiz, shuncha tez mana bu betsiz qotishni boshlaydi-da, tez hayotga tayyorlanishni boshlaysiz. Ajoyib. Endi baribir oilamizni hammasi san'at yo'nalishi bo'yicha ketishgan, bitta Buni men keyin bildim. Siz bitta qarzingiz bor. Keyin aytaman bu qarzingiz. Bo'ldi. Shu uchun biz ko'p oilaviy ijodiy odam hisoblanamiz. Shu uchun IT, ya'ni kiberxavfsizlik bu men uchun yangilik. Akam kelganimdan keyin, Amerikadan kelganimdan keyin akamning yaqin o'rtoqlari mana kiberxavfsizlik ko'r, yaxshi ketyapti, kerak bo'ladi hali deb turib maslahat berganlari miyamda aylandi. 2 oy, 3 oy aylandi. Keyin Instagramda hadni targeti chiqib keldi. Ko'rdim, kiberxavfsizlik, hakerlik qiziq bo'ladi menimcha deb sekin boshladim keyin. Keldim hadga, probniy darsga chiqdim. Iroda opam o'zlari kutib oldilar. Probniy darsga kirib chiqdim. Og'aynim bilan kelgandim, u kishiga yoqmadi. O'tirdik darsda, yoqdi, muhit zo'r. Keyin xuddi shu kelgan haftamni keyingi haftasidan yo adashmasam ikkinchi haftasida yangi guruh bor. Qo'shilib o'qishni boshladim. Kirib kelishim shunaqa
kimdir yonmaydi deyapsiz. Ha. Yonib yotdi hamma joy o'zi. shunaqa kirib kelganman kiber Ajoyib. xavfsizligiga. Ajoyib. Tak, endi experience qanaqa bo'ldi? Boshlamagan vaqtingizdagi mana bu kiber xavfsizlik va boshlab tugatish degan narsa yo'q. Shunchaki masalan ICP sertifikat dedik, davay junior pen tester bo'lganingizdan keyin kiber xavfsizlik tushunchasi qanaqa bo'ldi? Nimalar surprise bo'ldi? Nimalar yoqmadi yoki nimalar siz o'ylaganingizdek chiqdi? Endi men kiber xavfsizlik deganda birinchi o'rinda shu buzadigan odamlarni tasavvur qilib kelganman-da o'zi. Misol hakermi? Bironta tizim bormi yo nimadir bormi? O'sha buzilishi kerak va juda tez sodir bo'lishi kerak. Enter bosishga raketalar uchishi kerak. Keyin xatga keldim. Endi tasavvurlar boshqacha. Boshida faqat har doim hammaga baribir xatni yo'nalishi, ya'ni roadmap to'g'ri, ya'ni computer science, ya'ni kompyuter ilmlaridan boshlanishi kerak. Shuni boshladik. Demak, kompyuter tushunish kerak ekan dedim o'zimga o'zim. Bir oy o'tdik, keyin boshlandi algoritmlar, shifrlashlar, heshlar, uje sekin chuqurlashib borayotganim sari o'ylanishni boshladim. Demak, haker agar shuncha narsani bilishi kerak bo'lsa, bu degani oxiri yo'l, nima deydi? Oxiri yo'q bu narsani. Demak, o'rganishdan to'xtamaslik kerak ekan degan falsafani miyamga quydim va Red 0 ni tugatdik, Red 1 ga o'tdik. Keyin boshlandi eng qizig'i. Ya'ni mashinalar buzilishi, har xil virus, ya'ni malware'lik APK'lar, ya'ni shu Word fayllar yaratilib, ko'zimiz oldida kimgadir, misol kursdoshlarim o'rtasida ham bir-birimizga tashab, bir-birimizni hack qilib, ko'rib, amaliyotda qo'llab, ushlab ko'rib bo'lgandan keyin menda tushuncha keyin paydo bo'ldi. Hozirgacha mana hozir boya gaplashgan narsalar AI haqida gaplashgan bo'lsanglar ham ko'p yangi yil sayin, oy sayin, kun sayin yangi zaiflik, yangi nuqta, yangi yo'llar paydo bo'lyapti va buni oxiri yo'q. Xuddi shunaqa. Hozirgi experience'ingizdan men boshida o'sha haker faqat buzib kirar ekan, demak, buncha narsani bilgandan keyin buza olar ekan degan narsa shakllanishni boshladi-yu. Endi qarang, oxirgi juda zo'r example keltirdingiz-da, mana bu Wordni ham qo'shib ketdingiz-ku. Wordning ichida boyagi ismi makro kodlar kiritib, keyin u Wordni ochgan insonni buzib kirish haqida gaplashdik-ku. Usmon, qarang, hazilsiz. Mani lichkam, ki hadni ham bilasiz, bir dunyo odam yozadi hadni akkauntini o'ziga ham. Bir dunyo odam phishingdan, boyagi kartasini o'g'irlatib qo'yganidan, shaxsiyatini o'g'irlatib qo'yganidan, ya'ni shaxsiyati deb telefondagi videolar orqali shantaj bo'layotgan insonlar bir dunyo, to'g'rimi? Endi masalani bu tomonidan qarab ko'ring-da. Hozir masalan biza Word orqali buzib kirish mumkinligini bilamiz-ku. Oddiy insonga endi buni tushuntirishga harakat qiling. U tushunadimi endi? Bu birinchi tomoni, bu masalaning birinchi tomoni. Korporativ inson, ya'ni kompaniyada ishlaydigan inson, lekin uni kompaniyasi afsuski crack Windows ishlatadi, crack Windowsning ichida crack Word ishlatadi. U crack Wordlarni ichida mana bunga o'xshagan malwarelarni ishga tushish soniyalik narsa. Va mana bu ommaviy phishinglarda buzilayotgan insonlarni qatoriga qo'shiladi korporativda ommaviy buzilishlar. Va o'shani yaqqol misolini ko'rgansiz va bu narsani ko'rganingizni o'zi, ya'ni ushlab ko'rganingiz deb shuni nazarda tutdim. Ya'ni o'zingizni kompyuteringizda bo'lsa ham qo'llab ko'rdingiz. Ishlaydimi? Tamom. Aniq ishlaydi qaysidir keyslarda. Hamma keysda ishlash shart emas. Biz o'shaning uchun bormiz. Agar hamma keysda ishlaganida, hamma keysda oldindan o'sha narsa qilinardi. Va kiber xavfsizlik o'z yoqda boshlanadi. Keyin mana bu har doim o'rganib borish falsafasini shakllantirdim dedingiz-ku. Bu hech qachon tugamaydigan narsa. Buni qancha ertachi boshlab olsangiz, shuncha yaxshi. O'zingiz aytganingizdek 16 yoshimda tayyorlab olsam bo'lar ekan degandek narsa qildingiz-ku. Bu ajoyib narsa. Va mana bu men offsekni yoqasini qo'ya olmaganimni va boshqalarga ham offsekni davay maslahat berganimni ikkita sabab. Bittasi ICP sertifikatini obro'si bo'lsa, sertifikatni olsangiz bo'ldi, ya'ni ishga kirish ehtimolingiz 10% bo'lsa ham oshadi va bu juda yaxshi narsa. Ikkinchisi, try harder mindsetini sizga o'qitirishga harakat qiladi. Va hatto bularni bitta joyga yig'dik, o'zingiz aytganingizdek, computer science dan boshladingizmi? Tamom. Ketdi, u yog'i boshlandi, try harder mindsetini o'rganishni boshladingiz, nima ekanligini tushunishni boshladingiz. Bo'ldi, qolgani detal. Try harder mindset bo'ldi.
xuddi boya nima ham aytdi-yu, Ilyos ham aytdi-yu, men qanaqa o'rganishni o'rgandim deb. Bitta kompaniyaga kirdingiz, siz umuman bilmaydigan narsani sizdan so'radi. Och kompyuterda o'rganishni boshla. Shuning uchun boshida hakerni founderga o'xshatdim-ku. Founder bo'lib, masalan, qanaqadir ishlab chiqarish apparatingiz bor. Uni life hack qilib sizga foyda berish koeffitsiyentini oshirasiz. Tamam, hakerlik ham shu. Va eng muhimi mana shu siz aytgandek, qanaqa o'rganishni o'rganish. Masalan, biza AI ni o'rgatmagan bo'lsak, ya'ni aslida AI ni o'rganish degan narsani o'zi endi shakllanyapti. Siz bemalol AI ni ishlata olasiz va AI bilan ishingizni bog'lay olasiz. Va bu narsani sababchisi boyiga o'rgangan falsafangiz. Hech qachon o'rganishni to'xtatmang yoki yanada ko'proq narsa. Bu juda yaxshi narsa. Xo'p, Usmon, endi o'qish davomida qiynagan narsalar haqida gaplashaylik. Nima qiynadi sizni o'qish davrida? Vaqtdan tashqari endi ham ish, ham universitet, ham o'qish vaqt problema bo'lishi aniq. Davay buni ham eshitaylik. Vaqt problema bo'lgan bo'lishi kerak va plus o'qish davomida texnik narsalardan qiynaldingizmi va nazariy kitoblaringiz foyda berdimi, bermadimi? Nimalaringiz bor, feedbacklaringiz? Endi birinchi vaqt masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ancha qiyin bo'ldi. Chunki ham universitet, ham ish, ham xatni birato'la olib ketish, lekin bitta joyi bor. Har bir Red Zero yo Red One'ni tugatish mobaynida bitta sertifikat, ya'ni qadrli, kuchli sertifikat olsangiz, sizga qo'shib berishadi. Ya'ni oxirgi misol katta imtihon bo'lsa, 25% qo'shib berishadi. Ustozlarimiz tomonidan imkoniyat. Endi shu narsa menga yordam berdi, chunki vaqtim yo'q to'g'ri darslarni olib borishga va birinchi Red Zero'ni imtihonini topshirayotganimda men CGCA degan sertifikat endi chiqqan Hexbox tomonidan. Cheat qilibsizmi siz? Yo, cheat emas, nega? Mashinalar ishlaydi. Vaqtdan unumli foydalanib ham sertifikat yig'ibsiz, ham bu yoqdan imtihonda 25 ball bilan tap o'tibsiz. Cheat bu. Hammaga shu sertifikatni oldim va menga vaqtimdan ham yutdi, ham sertifikat aytganingizdek yutishga yordam berdi. Maslahatim, sertifikatga tayyorlanish mobaynida o'zi Hexbox'ni ishlab laboratoriyalarni va Hexbox HTB Labs bor, HTB Academy bor. Academy'da siz sertifikatni olasiz, shu CGCA. Keyin Red Zero'da maslahatim shu Hexbox'dagi laboratoriyalarni ishlab sertifikatlarni olishingni maslahat qilaman. O'sha Red Zero'dan boshlab. Xat o'ziga ishonib qolish kerak emas, chunki xat faqat yo'nalish va mentor beradi. Yo'l davomida yig'adigan narsalar sizlarga bog'liq. Shunaqa. Yo'ldan adashmasligingiz uchun yordam qo'lini cho'zadi. Hexbox esa hamma nazariy, hamma laboratoriya ilmlarini beradi. Shuning uchun maslahat qilaman, CGCA ni birinchi bo'lib oladigan sertifikatingiz CGCA bo'lsin. 5 ta mashina va bitta CM, ya'ni SOC analizlar uchun kerak bo'ladigan CM loglari analizini topshirishinglar kerak bo'ladi. Mashinalar juda oson, o'qigan bo'lsanglar agar. Shu menga Red Zero'da vaqtdan yutdi, keyin Red One'da vaqt masalasiga qaytadigan bo'lsak, CPTS oldim. Mana aytaman, cheat bu. CPTS ham yordam berdi. Keyin CPTS eng katta menga yordam bergan joyi bu OSCP ga juda ham katta anu bo'ldi, yo'l bo'ldi. Chunki CPTS OSCP dan qiyinroq. Shunaqa ko'p kishi shunaqa dedi. 7 ta mashina, 14 ta flag, juda mushkul. 10 kun vaqt beradi. 12 ta flag oldim va OSCP dan amin bo'ldimki, juda ham 40% ga qiyinroq, 30 yo 40% ga. Solishtirish uchun bittasi 24 soat talab qilsa, 1 kun talab qilsa, bittasi 10 kun talab qiladi. Shunaqa. Ajoyib narsa. Shuni OSCP bitta tomoni bor. Nimaga hamma uni talab qiladi? Ish, ya'ni HRlar tomonidan qadrlanadi. Ustingizda proktor turib, AI ishlatmaganligingiz uchun. CPTS da bemalol. AI ishlatasiz, lekin AI ham yordam bermaydi, to'g'risini aytaman. Real life ga yana ham yaqin. O'shaning uchun aytdik-ku, bahorda OSAI boshlanadi. Kutyapman, qanaqa o'zgarish bo'lar ekan, qiziq. Shunaqa. Vaqt masalasini gaplashdik. Ikkinchisi, endi bu narsani men bitirganimga 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Endi bu narsani to'g'rilangan bo'lishlari kerak. Amaliyot, ustoz tomonidan beriladigan amaliyotlar ozgina kamlik qildi. Chunki men nimani xohlardim? Biron bir o'quv markaziga kelganimdan keyin
bitta mavzu o'tildimi, shu mavzuga laboratoriya, ya'ni bitta mashina cross site scripting o'tildimi, xuddi shu mavzuda imtihoni ham xuddi shu mavzuda bo'lsin, oxirgi haftalik imtihoni ham xuddi shu mavzuda imtihon olinsin degan bittagina shu kamchilik bor. Atak qolgani zo'r. Qolgan sizga beradigan roadmap-dan tortib mentorlargacha juda ham sifatli va foydali. Ajoyib. Mana shu hozir bergan feedbackingiz yo'lda to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Mana bu Sam Altmandan keyin ramlar narxi ko'tarib ketdi-yu. Super ko'tarilgan narx. Biza qiynalyapmiz biroz. Mana bu siz aytyapsiz-ku, laboratoriyalar bilan bog'liq. Mentorlarga har bitta bo'lim uchun qo'shimcha 10 tadan capstone lab tayyorlash aytilgan. Va masalan, hozir bor hadin ichida, faqat siz payti yo'q edi. Birinchi bo'limda siz masalan bo'lim tugatdingiz va bo'limda Linux ma'lumotlari bir bo'lim masalan. Bu bo'limda eng kamida adashmasam 10 ta capstone lab bor. O'zi lablari bor shundoq ham. Capstone lab qo'shimchalar. Ya'ni masalan Hackboxga borib o'tirmaysiz yoki GitHubdan CTF qidirib o'tirmaysiz. Prямо o'sha hadin o'zidan dostуп olib ishlasangiz bo'ladi. Albatta o'sha paytda qiynaldik biza, lekin hozir uji bor va serverni spesifikatsiyasini bugun 4 terabaytga ko'tardik masalan. Bu ham ancha qimmatga tushdi, lekin buni ko'paytirgan sari siz aytayotgan masalani hal qilamiz xudo xolasa. Bu mana shu lablar masalasi texnik jihatdan serverga bog'liq bo'lgani uchun biroz qiynaldik. Zo'r. Keyin lablarni ishlash juda ham muhim. Lablarni ishlash. Hozir aytsiz CPTS sertifikati. CPTS sertifikatini OICP dan oldin olganingiz, OICP ga kirganingizda ham bir dunyo foyda berganiga ishonaman. Men kirmadim, CPTS ga kirmaganman, lekin men kirgan vaqtda ham forumlarda o'qiganimda CPTS ni olgandan keyin OSCP ni olish imkoniyatiga 2 barobarga oshadi deb yozgan. Aksariyat odam. Va o'shaning uchun ham men ham qiziqdim. Boya bitta bundan oldingi suhbatdoshimizga ham aytdim. Mana shu nimani Hackboxni qo'shimcha lablari bor-ku. Nimadir dedi esimdan chiqdi. Anaqa chiroyli rasmlar bilan lablar bor-ku, sertifikat beradi. Har bittasiga kirishga ilib qo'yganmiz. Mana shu CTFlarni bir kun vaqtim bo'lsa yechib chiqaman. Har bittasini. Xuddi mana bu OICP paketining ichida OICP A, B, C, D mashinalari beradi. Yana 4 ta qo'shilganda adashmasam. Mana shu mashinalarga o'xshagan, lekin AI ishlatsa bo'ladigan, toollardan foydalansa bo'ladigan, umuman formati boshqa imtihon. OICP o'shaning uchun oson bo'lishi mumkin. Real life dan ko'ra osonroq bo'lishi mumkin OICP, chunki pure knowledge bilan harakat qilyapmiz yetishga. Skriptlarni kerak bo'lsa yozib yetishga harakat qilyapmiz. Va bu siz aytgandek HR ni e'tiborini tortish uchun. Xudo xolasa mana bu AI chiqsa integratsiya qilsak yoki masalan CH ga o'ting. Men maslahat berardim CH ga o'tishingizni ham. Ayniqsa ingliz tili, rus tilingiz bor va CH bilan keyinchalik ish imkoniyatlaringiz mana bu doirani juda kengaytirasiz. Tayyorsiz. CPTS dan OICP ga qiynalmadingiz, bu ikkalasidan keyin CH ga, ya'ni agar imkoniyat berishsa darrov kirib chiqsangiz juda yaxshi bo'lardi va plus eng arzon paketini olishingiz kerak CH ni. CH IT iste'dodda masalan 1700 mi 1200 dollar atrofida belgilangan 40% kompensatsiyasi bor, lekin siz hozir tayyorligingiz evaziga 800 mi 749 dollar evaziga olishingiz mumkin. Lekin kompensatsiya asosiy narxga qarab belgilanadi. Masalan 1400 dollarni 40% ni olasiz. Tushundingizmi? Mana bu narsa sizdan chiqmasin. O'shaning uchun CH ni 800 dollarlik o'sha 749 yoki 800 dollarlik paketini olasiz. Bir oy mayli kontentdan foydalaning. Qo'shimcha lablar bor. Kichkina darrov ishlaysiz. AI upgrade kelgan, regulyatsiyalarda kelgan. Shuning uchun darrov integratsiya qilamiz. Biz klubga a'zo bo'ldik ki birinchi siz eshitdingiz o'zi. CH ni regiondagi rasmiy hamkor bo'lamiz va kirmasingizdan oldin 20% chegirma olasiz biz orqali ki CH ga qo'shilish oson emas ekan. CH ga qo'shildingiz, kurs sotib olganingizdan keyin processing boshlanar ekan, 10 kungacha sizni tasdiqlashlari kerak ekan portfoliyingizni. Agar oldin kiberxavfsizlikdan portfoliyingiz bo'lsa, tez tasdiqlanar ekansiz, tasdiqlanmasligi ehtimoliz ham bor ekan. Siz hozir mana OICP CPTS'lar bor, bemalol kira olasiz klubga. Klubga kirish alohida imkoniyatlar ochar ekan. Bu haqida xolos yana
mana bu hamkorlikni rasmiylashtirsak, mana bugun boshlangan bo'lsa, bu podkast chiqaman deguncha xudo xolasa 100% hamkorligimiz rasmiylashtirilib, aniq shartlarni yozamiz xudo xolasa. Balki o'zimizdan bo'lgansa 100% berib yuboramizmi? Qaraymiz bu o'ylovda. Umuman boshqa joyda edim dedingiz va IT ga kirdim, kiberxavfsizlikka kirdim, kompyuter ichiga kirdim ozgina dedingiz. Qaroringizdan mamnunmisiz? Endi bundan keyingi kelajakka qanaqa qilib qarayapsiz? Bu sohani ozgina davom ettirasiz, keyin baribir qanaqadir masalan o'zingiz kompaniyangizni ochmoqchisiz yoki qayoqqadir ishga ketmoqchisiz, qayoqqadir qo'shimcha o'qishga ketmoqchisiz? Qanaqa qilib foydalanmoqchisiz bu o'rgangan narsalaringizdan? Mamnunmisiz degan savolingizga albatta deyman. Chunki kiberxavfsizlik bu o'sib borayotgan hayotimizdagi eng kerakli bo'lgan bitta bo'lagi hisoblanadi. Qancha texnologiya rivojlansa, shuncha talab ham oshaveradi. Shuning uchun nimaga men mamnunman? Ketkizgan vaqtim samarali va unumli o'tdi va shu kiberxavfsizlik orqasidan, ya'ni talab bo'lgan joyda yaxshi taklif ham bo'ladi, ya'ni moliyaviy tomondan demoqchiman. Menda o'zi maqsad shu, ya'ni keyinchalik hayotimda o'zim qiziqadigan bitta yo'nalish topib, xudo xolasa topdim va shuni orqasidan yaxshi bir hayot o'tkazish. Va buni to'xtatmaslikka harakat qilaman. Ya'ni yana sertifikatlar bor, yana rivojlanish kerak baribir. OSCP, CPTS bilan baribir to'xtadi degan narsa emas. Ishimni ham, qolgan sertifikatlarimni ham harakat qilib, yanada olib, o'zimning ustimda ishlab va oxiri endi baribir harakat yaxshi hayotga harakat qilasiz. Agar ilojisini qila olsam shu yerda, lekin meni rejalarim bor, chetga harakat qilish. Ajoyib. Yani ajoyib. Как раз siz globalda любой joyga tushishi mumkin bo'lgan narsadasiz. Rivojlanmagan davlatga borganingizda ham kerak bo'ladigan kasb, rivojlangan davlatga borganingizda ham kerak bo'ladigan kasb. Faqat sal shartlar o'zgaradi. Bittasi regulyatsiyalarga ko'proq e'tibor qilishingiz kerak, umuman qoidalar boshqacha, ish o'sha lekin. Shuning uchun menimcha to'g'ri yo'ldasiz. Plus mana bu sertifikatlarimni davom ettiraman dedingiz-ku, ICPni davom ettirdingiz. Katta ehtimol bilan endi regional hamkorimiz bo'lgani uchun biz sizga 20% chegirma bera olamiz. Agar bu ularning qoidasida bormi yo'qmi bilmayman. Bilasiz, mana bu promotion bilan borganingizda qo'shimcha promotion berilmaydi. Bizda 20% oldingiz, agar o'xshasa, siz shundoq ham sertifikatingiz borligi uchun offensive securitydan yana 20% olasiz. Chegirma. Tushundingizmi? Biz orqali 20, bu orqali 20, 40 va davlat tomonidan kompensatsiya yana 40. Ha, ya'ni 20% deyarli xarajat bo'ladi. Balki ungacha ingliz tili sertifikatini olsangiz, B2 chiqsa, mabodo shunga yaqin chiqsa, bu sertifikatni ko'rsatib 100% gacha ham qildirib olsangiz bo'ladi. O'ldim deganda 60% plyus qaytarib olsangiz bo'ladi. Ana ishga kirganingizdan keyin income keladi. Keyin income'ni yana qani to'xta ozgina qayoqqadir ajrataman va 1 yil kerak bo'lsa yig'ing va o'sha sertifikatga yetgan vaqtida sertifikatga to'lovni amalga oshirasiz va olganingizdan keyin pulni qaytarib olish aniq, xudo xolasa. Endi ICP ni bo'ldingiz, ICP uchun darrov harakat boshlashingiz kerak. Xat ham kompensatsiya qaytaradi. Esingizdan chiqmasin, faqat shu shartlarni tepaga chiqib aniqlashtirib oling. Ya bitta narsa shu ingliz tilidan juda eskirgan IELTSim. Olishingiz kerak, ingliz tili tayyor. Endi shu uchun topshirishga qaror qildim. Kompensatsiyani olish kerak. Juda oson siz данный moment kirib, B2 sertifikatini olishingiz juda oson. Shunaqa xudo xolasa. Rejada bor. O'zi как раз men chetga ham ketaman deyapsiz-ku. Chetga ketishda mana bu viza suhbatiga kirganingizda ham la'natini foydasi bor. Shu ingliz tili sertifikatingiz. Chunki katta ehtimol bilan ketayotgan joyingiz ingliz zabon joy va talab qiladi sizdan. Shuning uchun ingliz tili sertifikatingizni bir burchakda saqlashingiz kerak. Ajoyib. Unda HPT sertifikatini ham olib qo'ydingiz bir burchakda. Uni ham xudo xolasa uni ham niyat qildik. Biz Cyberpark bilan bir hamkorlik qilishni boshlagandik, lekin biroz cho'zildi shu ish. Nima uchun bilmayman. Mana vaqtim bo'lmagani uchun qaramadim. Agar ular bilan hamkorlik qila olsak, mana shu HPT sertifikatini bir burchakda saqlang, tashlab yubormang kerak bo'lmasa ham deb. Mana bank, Central Bank kiberxavfsizlik bilan bog'liq e'tibor qilish kerak bo'lgan, regulyatsiyalar o'rnatish kerak bo'lgan kompaniyalarda mana shu yilda agar rejamiz o'zgarmasa, mana shu sertifikat ishga kirishingiz uchun dalolatnoma bo'lib berishi mumkin. Xudo xolasa shuni niyatida biz, lekin juda qattiq harakat qilmayapmiz.
Lekin bundoq qilganda bo'lib ketishi mumkin bo'lgan narsa. Darslar bilan bog'liq feedbacklar juda o'rinli bo'ldi. To'g'risini aytgancha xursandman. Lablarni ko'paytirishni ustida ishlashimiz kerak. Men hardware'ni yanada kuchaytiraman va mana shu mentorlar o'zi yozgan capstone lablarni o'quvchilarga ajrata olish kerak. Biza masalan 1 yil oldingi imkoniyatimiz bilan hozirgisini solishtira olmayman. Juda yaxshi joyda biz hozir. Chunki 1 yil oldin mentorlarimiz laboratoriya berganda, mashina berganda har bitta o'quvchini o'zining lokal mashinasiga tayyorlab berardi. Ular tashlardi, keyin ular o'rnatib olish kerak edi. Keyin doim yangilanmasida, hozir yaxshiroq imkoniyatlar. Mentorlar har bitta mashinani oldindan tayyorlashadi, o'quvchilarga instance kiritib berishadi, masalan 30 ta o'quvchi deb va imtihon kunini boshlashadi. Keyin bolalar shu tarmoq orqali, Wi-Fi tarmog'i orqali lokaldan mashinagacha bog'lab ishlash mumkin. Laboratoriyalarni. Kitoblar masalasi. Kitoblarni o'qidingizmi? Yo'lma-yo'l berilgan kitoblarni. Haddagimi? Aha. Pentester qo'llanmasi, Pentesters nima edi? Cyber Security Bible bor, Bu bor. Privacy and Regulations bor. Bor. Keyin u juda kichkina kitoblar, Computer Science kitobi bor masalan. Bor u ham. Mana shu birinchi esingizda qolgan kitob eng muhim Blueprint. kitoblardan bittasi, Blueprint. Pentesters Blueprint. Shunaqa. Ana shu kitobni deymanda masalan, istagan inson istagan joydan topib o'qishi mumkin. Ingliz tilidagisini, o'zbek tilidagisini arzimagan narx qilib qo'ydik, lekin ingliz tilidagisini shundoq Google ga yozsa chiqib keladi, to'g'rimi? Bemalol olib o'qiy oladi. Juda maslahat beraman va o'qimayotganlarga hayronman. Eng shu qiziqarli bo'lgan kitob shu. Ya'ni bitta nimalar bor? Masalan, bitta kitob bor va o'rganmoqchi bo'lgan sohanglar, kiberxavfsizlik masalan o'rgansammi, o'rganmasammi deyapsizlar. Ishga kira olamanmi, ishga kira olmaymanmi deyapsizlar. Kitobni ol. O'qi, hamma narsa yozilgan. Qanaqa qilib ishga kirish mumkinligi, nima uchun ishga kira olmasliging yoki ishga kira olasanmi, kira olmaysanmi yoki try harder mindsetda nima, kiberxavfsizlik xodimi kim, nima ish qiladi, regulyatsiyalar nima, praktika nima, qanaqa sertifikatlar olish kerak, qayerdan tekin o'rganish mumkin, qanaqa laboratoriyalar ishlash mumkin. Sanasam ket uzilmaydi-yu, hammasini javobi bor. Boshidan oxirigacha o'qigan odam kiberxavfsizlik nima ekanligi bilan bog'liq, hozirgi sanab o'tgan narsalar bilan bog'liq hech bo'lmasa mana bu yoqda bitta uchqunni charaqlatadi. Keyin xohlasa davom ettirsin, xohlamasa davom ettirmasin. Ajoyib kitob emasmi? Lekin Timur bor mentorlar shu aytganda, bu kitobdan keyin boshqa kitobga o'tganimizda u shunaqa ibora ishlatgan edi bu kitobga. Bu kitob hikoyadek narsa, ya'ni boyagi hikoyalar bor, ilmiy bo'lmagan kitoblar boshidan oxirigacha masalan 3 kunda yoki 1 kunda ketini uzmasdan o'qisa bo'ladi. Romanlarni, badiiy asarlarni, chunki ichida action bor, hikoya darrov tugata olasiz. Lekin ilmiy kitobga kelganda u oylab cho'ziladi. Menda kitoblar 3 yildan beri cho'zilgan, hali tugashini kutayotgan kitoblar bor. Bu kitob unaqa emas. Ya'ni boshlaysiz, bitta insonning hikoyasi, bitta insonning hayot tajribasi sifatida boshlaysiz, hikoyadek 1 kun ichida tugatib tashlash mumkin bo'lgan kitob. Shuning uchun mana endi bitirdingiz, bo'sh vaqtlaringizda mana shu kitoblarning davomlari bor. Masalan, Philip Wiley'ning o'zi kitobni boshida Hacker qabilasi degan kitobni maslahat berib ketadi. Mana shu kitobni ham o'qing. Qo'shing ro'yxatingizga. Kitob o'qishni qanday qilmang. Tushundingizmi? Hadida ham bor plastik kitob, sizda dostуп bo'lishi kerak. Xohlasangiz chiqarib turib oling, ingliz tilingiz tayyor. Mana shu kitoblarni o'qishni qanday qilmang. Okay. Bizani bitta ushalmagan orzuyimiz qoldi hattoki o'quvchilar bilan. Bitta kitob bor edi. Yo ismi esimga kelmayapti, lekin software'ga chuqur kirish bilan bog'liq kitob. Uni eng oxiriga qoldirgandik. Kitobni ismi umuman esimga kelmayapti. Ichida pure mashina kodi bilan exe fayllarni ichiga kirish, buffer overflow qilishni qo'lda kod orqali yozib ko'rish, ya'ni chuqurroq kirish. Okay, bu bizning roadmapda ham bor buffer overflow, lekin tayyor 2-3 ta tool orqali harakat qilib ko'ramiz memorydan oshirishga, to'g'rimi? Lekin bu kitoblarda siz o'zingiz exe yozib, o'zingiz qanaqa qilib buffer overflow qilishingizdan tortib qo'shimcha, ya'ni texnik narsalar va hokazolar bilan butun boshli qalin kitob edi. Shu kitobni tugatib olmay qoldik, balki siz tugatarsiz. Endi siz anaqangiz sayohatingiz endi boshladi. Ajoyib, unda Bu hali boshlanish.
Shunaqa, so'ng bu hali boshlanish. Menda ham bu hali boshlanish. Anaqa qilaman, umid qilaman hech bo'lmasa. Hadga kelib o'qishni davom etayotgan odam OSCP ga har kuni 2-3 marta eshitadi OSCP haqida baribir. OSCP mavzusi ko'proq qiziqroq deb o'ylayman. Jarayoni qanaqa bo'lgan, nima hayajonlar bo'ldi, nima kamchiliklar bo'ldi. OSCP ga o'zi asosan tayyorlanishni Hexbox liblarini tavsiya qilaman. Hexbox liblari juda ham chuqur va juda ham qiyin va OSCP ga yana shunga to'xtalamiz. Juda ham katta yordam beradigan laboratoriyalar hisoblanadi. Men o'ylashimcha, baribir OSCP ni o'zi beradigan 10 ta mashinalari bo'lsa, juda ham kam, praktikangizga yetmaydi, bilimingizga yetmaydi. Har bitta ishlagan mashinalarni reportga yozib, bir ko'zdan kechirib turinglar. Ertaga xuddi shu narsa yana kelib qolishi mumkin. O'sha imtihon topshirayotgan jarayoningizda. Imtihon juda qiziqarli bo'ldi. 70 ball olindi. 12 soat adashmasam agar, 11-12 soat. Keyin bitta standalone ishlandi. Ikkinchi standalone yarmida qotdim. Keyin Active Directory'ni birinchi boshlab, birinchi tugatdim. Active Directory qiyin emas. Active Directory men birinchi marta svet o'chib qolgan videoda ham aytganim oson ekan. Juda oson. Rostdan. Bilsangiz agar. Shunaqa. Men bilsangiz, chunki faqat o'zini mashinalarini tugatgan bo'lsa. Faqat o'zini Windowsdan tashqaridan hech nima olib kirmaysiz. O'zidan buzaverasiz, o'zini ichma-ketma qilaverasiz. Birinchi pivot, keyin berilgan credential bilan Bloodhounddan keyin ichidan yana nimadir topasiz. Yana bir bundan port forwarding qilib, IP forwarding qilib boshqa networkga kirib ajoyib, chindan mashinalar ajoyib, real. Tashqaridan hech qanaqa exploit shart emas. Shuning uchun Active Directory juda tez bitdi. Faqat shu ozgina charchaganimdan keyin 3-standalone web ekan. Uxlaganim yaxshi deb uxlab oldim. Keyin ertasi kuni bir 3 soatda ketdi, reportini yozib, topshirib, bir kunda javobi chiqdi. Men boya aytdiz-ku, birinchi marta kirish haqida. Men birinchi marta OSCP imtihoniga kirgan vaqtimda o'layiga shoshib qolgandim. Nima bo'lyapti? Qayta try qilyapman, hech narsa o'xshamayapti. Keyin bildim Reddit, keyin mana bu Quoraga o'xshagan applarni o'rnatib, mana shu tendensiyalarni kuzatish shart ekan. Keyinchalik o'qisam bir dunyo odam jalba qilgan. OSCP imtihonini tanqid qilgan. Işte biz darsda nima o'rgandik? Sen imtihonda nima beryapsan? Chunki ko'p ma'lumot yo'q internetda. Shunaqa. OSCP jarayoni haqida hech kim tushunmasdan kiradi birinchi sirasi. Shunaqa. Ajoyib shokka tushganman birinchi marta. Keyin Redditga kirib qiyin bo'lishi, keyin boyagi falsafani o'rganib oldim. OSCP ga kirib 5-marta olgan insondan, 5-martada kirib olgan insondan agar o'xshamayaptimi razvedka, boyagi information gathering. Ya'ni bitta narsa o'xshamayaptimi, qayog'idadir qaysidir ma'lumotni o'tkazib yuboryapsan, o'sha ma'lumotga qayt. Ajoyib. Portlar bilan bog'liq muammo bo'lmadimi imtihon davomida? Umuman Proctorni yordami kerak bo'lmadimi? Yo'q. Yaxshi, zo'r o'tkazibsiz. Proctor faqat Xursandman. urishib turdi. Monitoring komandalarini yozib ber, qayerga yo'q olib qolding. Ularga aytib turishingiz kerak ekan. Suv olib kelishga ketdingizmi, уже сразу yozadi qayerdasan. OSCP va OSCP plusiz bor demak, to'g'ri? Juda yaxshi. Demak, ishingiz bor va sekin-sekin bir burchakdan pul tashlab qo'yavering. Ishda 2 yildan keyin OSCP Plusni $249 adashmasam, bitta yangilab olishingiz uchun. Va ajoyib joyda ishlayapsiz. Siz kelayotgan mana shu oylarda, nasib bo'lsa men vaqtim bo'lishi bilan yana ozgina vaqt ajratishim bilan sizlar offensive securityni regiondagi sertifikatlangan mentor bo'lasizlar nasib bo'lsa. Uni mentor emasda nima dedi? Instructor va xudo xolasa mutlaqo had qoplab beradi. Hadnikini offsek qoplab beraman degan, agar qoplab bermasa ham xudo xolasa had 100% qoplab beradi. Chunki bizga kerak. Regiondagi offsekni kontributorlarini, instruktorlarini, offsekni pentesterlar jamoasi, instruktorlar jamoasi emas, pentesterlar jamoasi tayyorlaydi va o'shaning uchun ham offsek bizga bitta sertifikat beradi. Davlat tashkilotlari bemalol
bizlar bilan hamkorlik qilib ishlashi mumkin bo'lgan, ya'ni именно o'sha instruktorlarga ham, butun jamoaga emas, именно sertifikat bergan instruktorlariga umuman, ya'ni cheksiz demay, lekin juda katta imkoniyatlar eshik ochiladi. Xudo xolasa, ya'ni qo'shimcha sertifikatinglar bo'ladi. U sertifikatni oddiy o'quvchilar yoki tashqaridan dostupli bo'lganlar ola olmaydi, faqatgina partnerlar ola oladi. Bizda ani OSCPchilarning communitysi yo'q-a? Yo'q, buni tashkillashtirishga maslahat beraman. Mani bu yoqda O'zbekistondagi eng qiynaydigan narsa kiberxavfsizlik communitysi. Siz eng yaxshi bilasiz. Men birorta kiberxavfsizlik communitysida yo'qman. Shakllantirishingizni maslahat berardim yon atrofingizdagilar bilan. ICP communitysi O'zbekistonda yo'q. Endi yo'q deb bo'lmaydigan darajada emas. Masalan, ICP deb odamlarga hech bo'lmasa ICP nimaligini oz-moz bo'lsa ham tushuntirishga harakat qildik. Yo'li davom ettirishingiz kerak. Communitydagi insonlar bilan, ularning fikri bilan, mana community bo'lsa nima yaxshi bo'lardi bilasizmi? Menimcha endi shuni aytmoqchi edingiz. Ularning tajribasi bor. ICP ularga kerak bo'ldimi, kerak bo'lmadimi? Nima uchun kerak bo'ldi? Olish kerakmi, olish kerak emasmi? Communityga kirib aniqlashtiradi. Bir dunyo boshqa olgan insonlar bilan. Yaxshi narsa, community qilish yaxshi narsa. Keyin maslahat beraman. Sizga ayniqsa endi ICP holdersiz, bosing bu narsani. Mana eski Saud bo'lganda balki communitylar forumlar ochib nimadirlar qilishga harakat qilardi, lekin hozir ko'payib ketdi. CH bu OffSec biroz eplash kerak. Communityni olib kirib beryapman, davay sizlar davom ettiringlar. OffSec postini ko'rdim. Turkiyada bor ekan. Kichik bo'lsa ham postida bir 10-15 ta odam yig'ilib turibdi. OffSec o'zini CEOsi ham bor ichida. Ajoyib. OffSec OSCP community gathered together как yig'ildi degan narsa postda kelgan. Shuni o'yladim, bizda yo'qmi ekan shu narsa? Super. Men Singapurdikini ko'rgandim. Rosa havas qildim. Bir juda katta tadbir bo'lgan. Tadbirda ICP holderlar o'sha offensive security sertifikatlarini qog'ozda chiqarib berardi oldin. Chet elda bo'lsa yetkazardi. Men juda havas qilgandim, lekin digitallashtirgan uchun yetkazib berish alohida request bilan. Menga qog'oz varianti kerak emas. Unaqa tadbirda OffSecni o'zini boyagi kimidir, masalan CEOsi bo'lsa, вообще super bo'lardi. U bilan sertifikatni olib rasmga tushish ajoyib narsa. Buni shakllantirishga harakat qilish kerak. Masalan, biz OffSecni hamkorimiz, lekin bizani muammoyimiz bor. Masalan, OffSec bilan to'g'ridan to'g'ri emas, yo'lda biroz muammolarimiz bor. U muammolarni hozir ayta olmayman, lekin harakat qilish kerak. Agar bo'lsa, birinchi lokal OffSecga bog'liq bo'lmagan communityni shakllantirib olsak, keyin had orqali OffSecga chiqib rasmiylashtirib olsa bo'ladi. Balki ularni taklif ham qilarmiz. Ajoyib. Yaxshi fikr. Zo'r bo'ladi. Mana shuni sizlar qilasizlar, Usmon. Endi bu yog'i o'sha kiberxavfsizlik bilan bog'liq nima kamchilik ko'rayotgan bo'lsanglar, nima chiqish kerak bo'lsa, siz endi umuman boshqacha qaraysiz. Birinchi kun boshlaganingizdan endi tugatdingiz, umuman boshqacha qaraysiz. O'shaning uchun mana shu qarashingizdan foydalanib, o'zingiz uchun yana ham yaxshiroq yo'l qursangiz bo'ladi. Mana shu aytayotgan narsangiz boshlanishi bo'ladi. Yoki chet elga ketish uchun yoki qaysidir kompaniyaga kirish uchun portfolio so'raydi-yu. Offensive securityni, masalan, hadni portfoliosida bor OffSecni hamkorligi. Siz portfoliyongizga ICPni communitysi kirishi mumkin. Bu bilasizmi, ajoyib imkoniyat. Sizni kelajakdagi imkoniyatlaringizni kengaytirish uchun ham jamiyatdagi mana ICP communitysiga qo'shiladigan, fikr almashadigan, undan foyda oladigan insonlar uchun ajoyib imkoniyat. Super. Bu bilan bog'liq nimani to'xtatmang. Agar qanaqadir yordam kerak bo'lsa, men tayyorman. Xo'p, unda Usmon gaplashadigan narsalarimiz shulardan iborat. Bizani ko'rgan insonlarning qaysi biridir кейsi sizga tushishidan aminman. Bir kishi bo'lsa ham yetadi ki, boyagi qizimiz ham xuddi shunaqa insonlardan bittasi ekan va ular foyda oladi degan umiddaman. Va ular sizni ko'rganda ota-ona bo'lishsa, farzandini siz o'rningizga qo'yishga harakat qiladi, o'zi bo'lsa o'zini siz o'rningizga qo'yishga harakat qiladi. Keyin men tasdiqlayman, o'rnak olishga arziydigan insonlardan bittasi. Ajoyib. Suhbat uchun rahmat Usmon. Rahmat. Oxiriga yakuniy ikki og'iz gap. Ustozlarim, ya'ni Timur akaga alohida rahmat. Ancha yo'l yo'riq ko'rsatdilar, ancha yordam qildilar. Qolgan mentorlarga, qolgan, ya'ni hayotingizda faqat sizga berilgan insonlardan emas, ya'ni yana ham yangi tanish bilishlar orttirishga harakat qiling. Qachondir kerak bo'ladi, baribir qaysi masalada bo'lsa ham networking deydi. Endi bizda tanish bilish
baribir shunga borib taqaladi oxiri. Ish topish bo'ladimi? Nima bo'lsa agar networking birinchi o'rinda. Shuning uchun har bitta hayotimda shu meni kiberxavfsizlikni qo'llab-quvvatlagan insonlar bor. Shularga alohida rahmat. Avvalo ota-onamga rahmat, shunchalik imkoniyat qilib beryapti. Yana bir narsa, ota-onalarni agar hayotingizda agar oilangizda imkoniyat bo'lsa, yaxshilab foydalanishni maslahat qilaman. Ya'ni har bir olayotgan bilimingiz baribir moliyaga borib taqaladi. Yaxshi narsa baribir yaxshi narx bo'ladi. Shuning uchun baribir foydalanib qolinglar imkoniyatdan. Bo'sh qoldirmanglar vaqtinglarni. Yaxshilab o'qib, izlanib, jamiyatga foydasi tegadigan odam bo'lib chiqishinglarga va avvalambor ota-onam duosini olishni esdan chiqarmanglar. Ajoyib. Bu yakuniy gapim shu. Super. Mana shu ota-onani byudjeti orqali sizlar nimadirga tikasizlar-yu. Men tasavvur qila olmayman. Nima qilmadim? Qilishni xohlaydigan yagona narsam bo'lsa kerak. Chunki mas'uliyatini o'ylab ko'ring uni. Shunaqa. Uni olgandan keyin ko'ziga uyqu kirmaydi, shtobi ertaga otamning yuziga qanaqa qilib qarayman, ertaga onamning yuziga qanaqa qilib qarayman. Iloji yo'q. Boyagi loopga kirib qoldinglar. Kirdinglarmi o'sha ishga? Kreditni oldinglarmi? Tamom. O'y, xayol, fikringlar natija ko'rsatishda, tezroq natija ko'rsatishda bo'ladi. Tezroq natija ko'rsatish bo'lsa, o'y, xayolinglar 100% yo'linglarni topasizlar. Mana shu va community kular yuzlilik ishga kirishinglar uchun kelajakda qayoqqadir qoqilsanglar yoki to'ylarga aytishga odam yo'q, communitylar bor. Davay. Timurga yoki davay, Boburga to'yingga odam yetmayapti. Hech bo'lmasa shu joyinglarda yordam beradi. Ajoyib, Usmon, rahmat sizga kattakon. Ishingizda charchamang. Sertifikatlarni olishdan to'xtamang. OSP sertifikatini ham taqlatib olingda, hatdan kelib kompensatsiya oling. Sizga ham rahmat. Shuncha imkoniyat, shuncha shart-sharoit, shuncha hammasi sizlarning imkoniyatinglar. Hammasini sizlar o'zingizlar qilgan narsalar. Tashakkur. Ko'rgan ko'rsatuvinglar foydali bo'ldi degan umiddaman va agar bunga o'xshagan ko'rsatuvlarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasanglar, Hadni va YouTube'da Saud Abdullohidni kuzatishinglarni tavsiya beraman. Chunki ikkala kanalda ham faqatgina kiberxavfsizlik bilan bog'liq videolar yuklanadi. Agar bizani Instagramda kuzatmasanglar, Instagramda kuzatishinglarni tavsiya beraman. Chunki u yoqda kiberxavfsizlik bilan bog'liq qiziq voqealar, qiziq eksperimentlar va hokazolarni ko'rishinglar mumkin. Undan tashqari agar kiberxavfsizlik bilan bog'liq sizlarga kitoblar kerak bo'lsa yoki bo'lmasa bepul kurslar kerak bo'lsa, sun'iy intellektni kiberxavfsizligi bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, Hadi ilovasini o'rnatib olinglar. Bir dunyo bepul kurslar bor, C, Python kurslarini o'rganishinglar mumkin. Undan tashqari ichida sun'iy intellekt bor.